Dastlab g'usl qiluvchi shaxs tasmiya aytadi va niyat qiladi. Keyin ikki qo'lini yuvadi. So'ngra orqa oldi farjini yuvadi. Badanida najosat bo'lsa o'shani yuvadi. Keyin xuddi namozga qilganidek tahorat qiladi. Albatta og'iz burunni mubolag'a bilan chayqash bor gap. Agar turgan joyida suv jamlanadigan bo'lsa, oyoqlarini yuvishni keyinga suradi. So'ngra boshiga suv quyib, ishqab yuvadi. Badaniga 3 marta suv quyadi. O'ng yelkasidan boshlab suv quyadi. Keyin chap yelkasiga, qo'li bilan badanini ishqaydi. Ikki qulog'i, kindigi, qo'ltiq osti kabi suv yetishi qiyin joylariga alohida e'tibor beradi. G'uslning oxirida boshqa tarafga o'tib oyoqlarini yuvadi. Suv to'planmasa oyoqlarini ham o'sha yerda yuvib olaveradi.